Hani centreni uçurup taşayla grupunda %40 Aka telefon qiladi-da. Sotib olibsizmi? Sotildi deb yozib qo'ymadingiz-ku. Qayga yozaman uni? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz? Bir kunga 100 ta telefon bo'lyapti. Ishoning mana, telefonni qarang mana. Ko'ryapsizmi? Mana. Hammasi propushnniy mashlar hozir. Mana shu propushnlarni olmayapman mana. Mana qarang. Sotilib o'ldi-ku. Hop, biz sotilganini bilmadik. Bitta bola aytdiki, $4200 Pop eng arzonda sotildi-ku bu mashina deb qo'yibdi. U bizdan oldi 3800 ga, keyin 4200 ga sotdi. Sizdan oldimi? Ha. Ko'rdingizmi? Oshnam ham shunaqa deganda. 3800 ga bizdan olib, Popda keyin 4200 ga sotdi. Keyin biz eng arzondan ham arzon sotamiz deb mana izohda yozib qo'ydi. O'shada men uni olib sotar oldi 3800 ga, keyin aytda sotdi Popda. Shunaqa mashinalardan yo'qmi? Hozir yo'q. Qo'yamiz o'shunaqa mashinalardan chiqib qolsa. Hozir faqat tozalari bor. Ha, legendalar. Legendalar. $5000 deysiz hozir buni. Yo'q. Xo'ja aka, yaxshimisiz? O'shunaqalardan qani keling. Keling aka, men bitta aytaman. Ana boshdan boshlarlar. Legendalar. Legendadan boshlaymiz. Mashalloh. Hamma qulaylari bizda. Qulaylari sizda. 2010. Hop, 1.6. 1.6. Rasto gidravlika. hop. 2100 ga beramiz. $2100. $2100. Kraskasi-chi? Kraskasi endi Bor, bor. 30%, 40% bor. Holati normalniy, ishlab turgan motorlari, nimalari hammasi soz. Endi biz baribir salon kosmetikasiga ozgina mehr berib olish kerak ekan, ozgina qarab olish kerak ekan, lekin narxi $2100. Real, oxir. Undan keyin magazin narxi 50 so'm shunday o'tib beramiz. 2000 bilan telefon qilishadi. Bo'ldi. 2000 bilan telefon Yo'q, qilaversa. ha, o'shanaqa. Yo'q, uni kelishamiz. 2010. Hop, Stanlo, hop. monitor, hamma narsa bor. Stok holati bilan. Motorlar raso demaydi. 1.6. Buni 2400 ga beramiz. Bu ham magazin narximi? Magazin narxi 2400 ga beramiz. Buni ham kraskasi 20%, 30% bor. Bor. Strashniy ulari yo'q. Yo'q, kaltak yo'q bunda. Hadovoylarida, motorlarda hech qanaqa misollarga zo'r holatlarda. yurib turganda, misol siz proverka qilgansiz, demak sizga ishonsa bo'ladi. $2400 oxiri. Yo'q, 2200 bilan telefon qilsin, yo'g'ini gaplashasiz. 2200 bilan. 2200 bilan telefon qiladi. Xo'p, telefon qilaversin. Buni qo'ydik. Keyingizga o'tamiz. Bu. 2012. Hop. 2012. O'n shumka bo'lgan. 1.5. Tayyor holatda, 1.5 gibrid. Hop. 15% kraska bor. Hop. Metno. Hop. Dario. Hop. Bu o'zi normalniy holatda turibdi, o'zi dingillagan turibdi. Narxini dingillatib qo'ymang lekin. Nech pul qo'yib berasiz? Bilmayman men endi bu o'liga. Shuni bordi, shu mashinani siz bitta narx qo'ying. Men endi hozir past so'rasam keyin so'kasiz-da. Endi kommentariyada so'kyapman. Siz realni ham so'ksinmi biror kishi? Prostoy ekan-a bu? Gidravlika. Gidravlika. Nech pul? 3700 ga qo'yaylikmi? Nech pulga qo'yamiz? Yo'q, 3000 ga qo'yamiz. Baland aytyapsiz-da, kuyov bola. Kuyov bola baland aytyapsiz. Holatini ko'ryapsiz-ku. Yo'q, endi mashinangiz holatini ko'ryapman, lekin misol prostoy degani bor-da baribir. Aka 3.5 ga qo'yib beramiz oxiri. Undan kam yo'q. 1000 puli bor ham telefon qilaversin, ajdaniga qo'yib beramiz. Narxini o'zgartirmagan holatda 2 oy, 3 oyga misol bo'lsa, beramiz ha. Luboy mashinani savdoga qo'yib beraman. ha, telefon qilsa, u yog'ini kelishaverasiz. $3500 ga oxiri. Bo'ldimi, tugadim? Tugabdi. Xo'p, endi 50 partiya, 50 partiya gen chiqadi hammasi. Hammasi gen chiqadi. Nomeringizni kiritaylik. 93lik, 93lik 121, 121 58. 58. Qo'yish kerak. Ukamizga telefon qiling. $1000, $1.5 bilan telefon qiling. U yo'g'ini 2 oy, 3 oyga narxini o'zgartirmasdan savdo dunyosidaman desangiz o'zgartirib beraman. Ukam, Barakasini bersin. to'yga aytish esdan chiqmasin.
Assalomu alaykum. Hoji aka, kameraga olamizda mumkinmi? Bemalolmi? 23-yilmi? 2023-yil. Poliklari bor, chexollari bor. Dehqonchilik o'zingiznikimi? O'zlariniki ekan. Yurgani qancha buni hoji aka? 66 ming. 66 ming. Iya, kam yurgan ekan-ku. Ularga ishga pishga masjidga mingan ekansiz, xudo xolasa. Kraskasi toza. Kraskasi top-toza. Namanganda mashinasi. Hoji generalni beramiz, a? Generalni beramiz. Narxini tushib. 6 mingdan tushib beramiz. Real savdosi bo'ldi. Nechta? 5300 dollardan o'tsa beramizmi? 5300 dollar bilan telefon qilishadi. Yo'qni 50 so'mdir, 100 so'mdir, ha? Gaplashasiz. Xudo xolasa, hoji akam, voy xudo, masjidga mingan mashinalari bor ekan, 66 ming yurgan, 2023-yil tayyor. Gazlari bor, motor, korobka, zadnimozlar hech qanaqa ish yo'q, ha? Soz holatda. Hoji akam qo'shig'i o'g'il bolasini eshitib o'tiribdilar. 5300 dollar plyusga. Nomeringiz kiritalik hoji aka? 93lik. 93lik 274 274 01 00 0100 ekan. Nomerlar ham zalotoy ekan. Hoji akam ham zalotoylar. 23-yil hoji aka, 2013-yil, 2014-yil emas. Hoji aka, bozoringiz bersin. 24'da endi. Ha. Bo'l. Telefon qilishadi, bosib beramiz hoji aka. Rahmat. Hop, 2025 mi? Assalomu alaykum. Hoji aka, Qaysizlar? mazangiz yaxshimi? Kimsiz? O'zingizniki. Bizimizga kelin nomi. Kelin nomida, dehqonchilikda, dehqonchilik generalni beraverasiz. General berib. Generalni beraverasiz. Tayyor ekan, polik chexollari bor. Yurgani 14 ming. 15'i 400. 15 ming. 15 ming, 16 ming yurgan ekan. Tepalariga bermantaning ko'chalardan tortib qo'yishibdi. 25-yil narxi nechi bo'ldi hoji aka? Yerim deyapsiz kami bor. O'tgan hafta olib keluvdi. Siz bu yerda yuruvdingiz. Hop. Bizga keldi. Yarmini hozir beraman, yarmini 5 oydan. 7 ming dollar qildi, yarmini hozir berib, yarmini 5 oyga dang. Ha. Naqd savdoga necha pulga bosib o'raylik hoji aka? Naqdni 608 ga so'radim. 600 6800 dollarga bermadingiz. 608 qildi. Ha, 6800 dollar 7 ming qilgan. nasiyaga so'radi-da? Tasavvur bordi, shu bilan ketdi. Hozir kelib 600 o'sha odam keldi. Ha. 603 qilyapti. 6800 qilgani. Hoji aka endi haftadan haftasiga kundan kunga narx tushyapti-da. Endi bozor, Ha? bozor shunaqa ekan. O shunaqada. Hozir bittasi aytadi, 25'i 6200 ga sotdim deydi. Qanaqa siz yangi mashina sotadi? Desam, mumkin avar ekan. Kamchiligi bor ularni. Yo, endi haligi kamchiligi bo'lmasa ham real qarash kerak hoji aka. Men misol haligi sizdan ancha nabirasi tengi bo'laman. Narxni o'la qaytyapti. 2 oydan keyin vobshaligi qaytib qoladi degan prognozlar bor. Ya'ni Alloh bilguvchi. Buni bandasi bilmaydi. Bandasi faqat haligi fikr bildiradi xolos. Bu til suyak sizda. O'shaning uchun buni realni 6,5 bilan telefon qilsin hoji aka bunga. 6300 ga bermabsiz. 6,5 bilan telefon qilsin. U yog'ini gaplashasiz. Balki 6700 bo'lar, balki 6800 dollar bo'lar. Telefonda keling, ko'ring desangiz, kelishsa, u yog'ini bosib o'raverasiz. Nomeringizni kiritaylik. Nimada yozib qo'ygan? Hop, nomerlari 90lik 599 67 57 Namanganda mashinasi 14 ming yurgan generalni chiqadi, xudo xolasa. Hoji akam 6800 dollarga o'tgan hafta bermaganlar, lekin 6300 dollar bugun qilishgan. 6,5 bilan telefon qilasangiz, u yog'ini gaplashasiz, hoji aka. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Sardorni oldida. 21 Xorazm mashinasi. Hop. 51 ming. Kraskasi toza. Toza. Polik chexollari bor-a? Bor, mana orqada. Va haligi mana bu tagalarni ko'rsatish uchun yechib qo'yilgan-da. General chiqadimi? Genam bo'ladi, aformatan Liboydagi bo'ladi. Liboydagi bo'ladi. Puli nechi pul? 5300 o'tiraveramiz. 5300 kam bor. Real savdosi nechi pul bo'ldi? 4750 ga bermadim Namanganda katta bozorda. Aha. 4750 dollardan o'tsa beramiz. O'tsa beramiz. To'g'rimi? Plyusga xudo xolasa qo'yamiz. Xadovoy, korobka, zadnimoz hech qayerda ishi yo'q. 100%. Bir oy minib yoqsa pul beraveradi. Javob. Hamma yo'q. Garan.
To'rtta yaxshi bolalar bor ekan, zo'r holatda inshaalloh. Bo'lik chehollari bor. Qarang, buni ko'rsatishlik uchun olib qo'yilgan, realni ko'rib olsin, haligi tagida nima bor ekan degan shubha uyg'onmasin deb turib olib qo'yishgan. $4750 plusga telefon qilasiz. Telefon kiritaylik. 50'lik, 50lik 950, 950 76. 0276. Xohlovchilarga generalni Xorazm mashinasida yuraman desa, generalni berishadi. Bo'lmasa oformit qilsangiz tinchgina, ha? Benim kaçsanlik kanal. YouTube'ga ham, Instagramga ham chiqadi. Savdo dunyosi. Savdo dunyosi qaysi? Подписаться bo'lar. Uchinchisimi? Savdo dunyosi desangiz aka hammasi chiqadi. Shumi? 24. Katta balon qo'yib qo'yishibdi. 13 balon bilan. Tayyor ekan bu. 24-yil. Xo'p, 25 ming yurganmi? 26 ming yurgan ekan. Chiroyli ekan bu, lekin tayyor ekan, xudo xolasa. Xo'p, kolonkalari bor, tepalarini chiroyli holatga keltirib qo'yishibdi. Nihoyatda bosaveradigan, lekin narxini ham bosaveradigan bo'lsa, inshaalloh bosamiz. Hoji aka, buni narxi nechi? Bo'ladigan bahosi 6000. Qimmat aytyapsiz-da, hoji aka. 24. Ayni 24, 25 yamini berdi, sal arzonroq qo'ydik-da. Kraskasi bor dedi, bu tozada. Ya, u ham toza dedi. 14 ming yurgan ekan. Qanchaga qo'ydi? 25. 26300 dan yuqorisiga telefon qilishadi dedi. Menga Ya, endi haligi aka, buni jihozi bor, tayyor umsolaligi. $100 turadi. Shuni sotib olsa, mashinani ashkalongasini $100 ga arzonlaydi. Bu oyog'ida turgan balonlar ham $300 deb olamiz. Xo'p, magazin narxi demak 6000 ekan aka buni. $6000. Iloji yo'q. O'tib bering dedim. Siz uchun talashib tortishdim, lekin o'tib bera olmayman dedilar, chunki realni $5900 ga bermayapti ekanlar. $6000 bo'lsa beramiz deyishyapti. Tayyor, hech qanaqa xarajati yo'q. Shunday olasiz, shunday minasiz. Generalni chiqadi, hoji aka. Nomeringizni kiritaylik. 93lik 949 8855. 2024-yil 25 ming yurgan. Kraskasi top toza. Hoji aka, bozoringiz bersin. Hoji aka, nechinchi yil bu? 2003. Kraskasi bu? Qancha? Qancha? 20%, 30%? Qo'lni qilingan. Qo'lni qilingan. Yurgani o'shancha. Ha? Yurgani o'shancha, xudo xolasa, zadnimoz korobka motorlarda ovoz yo'qmi? Zadnimoz ovoz yo'q. Jim. Normal holatdaligi sostoyaniyasi 2003 dedingizmi? Sostoyaniyasi juda oqib ketmagan, lekin 4 ta o'rta holatda balonlari bor ekan, gazlari bor, tayyor ishlab turibdi, soz. Narxi nech pul ekan buni, hoji aka? 25 million deyapsiz. 25 million realni aytyapsiz. Realni savdosi nech pul bo'ldi? 1700 dollar qilishdim. $1700 bu salkam 25 million qo'yadi. Bu yog'i 9 million, bu yog'i 12 million. 21 million qildi-da. To'g'ri. 21 million plusga yurg'izamizmi? 21 milliondan o'tsa beramiz, to'g'rimi? Namanganda mashinasi generalni chiqadi. General, ha? Luboy dokumenti bor, 21 million. Hoji aka, ko'ryapsizmi? $2000 ga ham bormaydigan summaga siz so'raganingiz uchun damas topib qo'ydik. Telefoningizni kiritaylik. 90lik 223 22 2208. Oqib ketmagan, shalabbo bo'lib turib 2003-yil bo'lgani bilan. Hoji aka, sotamiz. Telefon qilishadi. Hop. Neyden ikkita bor ekan shu. Telefon o'ynayib zerikmadingizmi aka? Assalomu alaykum. Telefon o'ynayib zerikmadingizmi? Endi bir ma'lumotlarni beramiz. Nechinchi yil? Qanjon aka, qarang ana shu bo'ladi. Voy, nechinchi yil bu? Telefon o'ynayvering aka. Bemalol o'ynayvering. 2000-yil. Radnoy kraska, zigzaglar, butun. Kraskasi radnoy. Ha, kraskasi radnoy. Umi sepilmaganmi hech qayerga?
Endi bir Yo'q bu yo'qlar. 20% bor. Strashniy udari yo'q. Yo'q, yo'q. Zadnimoz korobka motorlarda Ularda epi yo'q. jimmi? Ha, Zadnimozda ham jim. jim. Maşallah. Maşallah. LED faralarni qo'yib qo'yishdi. Bolalarning holatlari normalniy, lekin realni aytish kerak, salon holatiga akam qaramagan ekanlar, ozgina mehr berib yuborish kerak ekan. Torpedalariga, uyoq bo'yoqlariga ozgina qarab olasiz. Polik cho'qlarni bitta yangilaysiz 2000-yil. Yurgani ham o'shancha kilometr, ha? O'shancha. Ha, bu bilib bo'lmaydimi? Bilib ham bo'lmaydi. Bu dunyoniki emas, xullas. Puli nechi pul? Pulini 2,5 mingga kam bor. Dollarda? Ha. Yo'q, pulini ham o'sha bu dunyoniki emas aytyapsiz-da. Realni ayting. So'rab ol, so'rab. Nechi pul qilishyapti? 1800 qilyapti bergan. Bermadingizmi? 1800 dollarga men bo'lganimda 6 ta patr bilan olib berardim. Ha. 1800 dan o'tsa beramizmi? O'tsa beramiz. 1800 dollardan o'tsa, xudo xolasa yurg'izamiz, generalni chiqadi. General chiqadi. O'zingiz mashinangiz. Ha. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Telefon skriptaylik. 507 507 50lik 507 87 81. 507 87 81. Aka hazillarga zo'r rozi bo'lasiz? Ya, bemalol. Ozgina bir nimalarda guring bo'ladi-da. Bo'ldimi? Ha? Yaxshi. Bozoringiz bersin. Hop, bu kimdan? Buni egasi kim? Sotildimi? Nechi pul bo'ldi? 13 million. Maşallah. Bilganimda o'zim olib qo'yardim. Zo'r ekan lekin. Nechinchi yil? 99. Ey, 13 millionga sotilibdi. Aka 1000 dollar 1 million so'm puliga sotilibdi. 99-yil. Endi sotilganini hadab egasini bezovta qilavermaymiz-ku. Bo'ldi. Bugunga yetarlik inshaalloh. Tozami? Tashqaridami? Olib kirmadingizmi bozorga? Bitta qo'yvoraylik shuni. Narxchi. Narxchi. Narxi. Yo, narxini kelishamiz. Chiroyli narx bo'lsa 06 ham bosib yuboradiganlarga qo'yib yuboramiz. Mana bitta ko'raychi. Mana shumi? Maloshniymi? 099. Maşallah. Bu mashina dingillab turibdi, lekin narxi ham dingillamasa bo'ldi. Chusto mashinasi. Generalni chiqadi. Hop, zavodskoy, polik chexollari ham zavodskoy holatda turibdi. Balq qutlari bilan turibdi. Nihoyatda chiroyli. Motor nechi? 06 mi, 11 mi? 11 usulinni. 11 usulinni. Zadnimoslarda ovoz yo'q. Hammasi jim. So'ragan yaxshi-da. Endi misol biz to'liq ma'lumot berishimiz kerak. Yili 89. 89. Maşallah. Bizni ko'zimiz 06 minib ochilgan. Bismillah deb o'tirib qo'yamiz. Hoca aka, pioner maytoqlari bor ekan. Kolonkalarni qo'yib qo'yishibdi. Keyin o'tmi, bilmayman, pionermi? Yurgani qancha buni? Gapir akanga. Yurganini so'raydi. 89. Yo, ash yurganim 93 ming. Yo, 193 ming yurgan bo'lsa. Bir kurga aylangan, ha? Ikkinchi marta aylanmaydi. Ha, bir kurgdan keyin 93 ming yurgan. To'g'rimi? 89-yil gazlari bor, tayyor holatda. Hech qayerda chirigan, pirigan, bir nima qilingan joyi yo'q. Kraskalari top-toza. Narxini sindiraylikchi bitta. Bitta ko'raylikchi endi. Gaplashiladi aka narxini. Hop, nech pul bilan gaplashiladi? Telefon qilasiz, deymanmi? Shep. Narxini ayting. 2200 berib olamiz. 2200 bo'lsa berib yuboramiz. Lekin mashina chirigan, svarka yegan joyi yo'q. Zo'r. Men mashinangizga gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin 2200 balandroq aytyapsiz. Realniroq biror kishi savdo qildim. Nech pul qildim? 18 qilishdi. 18. 1800 dan o'tsa biz qo'yib olamiz kanaliga. 2200 deb turolmang. 4 ta bolalari bor ekan, zo'r holatda yumshoq bolon qo'yib qo'yishdi. 1800 dollar plyusga. To'g'rimi? Bir kurugi 93 ming. Salkam 2 kurug yurgan. Telefon kiritaylik. Telefon nomeri necha edi? Yangi olganman. 90lik 596 00 99. 0099. Ukam 099. O'zi ham 0099 ga qiziqadigan ekan. Chusto mashinasi generalni chiqadi. 1800 dollar plyusga. Bozoringni bersin. Sog' bo'lasizlar. Aka sog' bo'ling. Mana. Hop. Biz bugungi obzorlarimizni yakunladik. Inshaalloh
keyingi hafta bir haftagacha o'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonatsiz.